O'tgan juma amr ma'ruf soatlarimizda o'tgan yilmi endi ancha muddat oldin 40 mingta istig'for fazilatini aytganmiz. Ba'zilar keladi. Domla, bir niyat qilib istig'forni boshlagan edim. Istig'fordagi tasbih raqami 2000 ga yetmay turib, u masala hal bo'ldi. U masala bitdi. Xo'p, ba'zi bir odamlar keladi. 36 ming, 31 mingga yetgan vaqtda u masalamiz bitdi deydi. Ba'zi bir odam keladi. 40 mingtalikdan 4 marta qildim. 160 mingta bo'ldi. Hali bo'lgani yo'q. Biz ularga nima deb javob beramiz? Idishda qalbni bir idish bo'lsa, u idish qora suv bilan, chirkin suv bilan to'lgan bo'lsa, yangi suv quyapsiz endi istig'for aytib. Qaysi bir insonniki ozgina suv kirgandan keyin tozalanadi. Qaysi birniki qorayganligidan unga ko'p suv quyish kerak. 160 ming emas, million istig'for aytish kerakdir. Biz bilmaymiz. Holatni o'zingiz bilib oling. Shuning uchun bugun zikrni, tasbihni har doim aytingki, Alloh fazl bersin, Alloh yaxshilik bersin.